Masjid Nabaviyning xazinasini ko'rsataman. Mana bu eskalatorlardan tepaga yuqoriga ko'tarilamiz. Bu kutubxona dunyodagi eng mashhur va eng qadimgi kutubxonalardan biridir. Bu kutubxonada 180 mingdan ortiq nodir kitoblar mavjud. Mazkur kutubxonada erkaklar, ayollar va bolalarga maxsus o'quv zallari mavjud. Bu kutubxona 8:00 da ochilib 21:00 gacha ishlaydi. Kompyuteringiz bilan kelib dars qilishingiz yoki kitob o'qishingiz mumkin. Bu yerda Sahih Buxoriyning 7-8 asrga oid nodir nusxalari bor. Kutubxonada o'zbek tilidagi kitoblarni ham bemalol o'qishingiz mumkin. Shayx hazratlari yozgan nodir asarlar ham shu yerda mavjud. Baxtiyor oila zo'r kitobi, sizlar ham o'qiganmisizlar? Kutubxonada Imom Muslimning 800 yillik qo'lyozmalari mavjud. Kutubxona bir vaqtning o'zida 300 dan ortiq kishini qabul qila oladi. Imom G'azzoliyning Ihyoyu Ulumuddin kitobining asl nusxasi bor. Kelib istalgan vaqtda istagan kitobingizni mutolaa qilishingiz mumkin. Ko'zi ojizlar uchun Braille alifbosida yozilgan maxsus kitoblar ham mavjud. Zamzam ichib kitob o'qish ilmingizni yana barakali va ziyoda qiladi.